O belki baylık ya hatırcanlık. Meyuslanma ancir mihnette bulmaz eken her eşim tenlik. Yıkılırsan biri jülaydı ecir bilen hayat gülaydı. İşens bilen baksan adiye yıllar alğadaydı. Bakıt her kimnin gözüde her xil. O bir adam yoki bir bursan. Bakıt qanoatdir bilgin. O bir didar yoki bir talxa. Dedi. Dedi. Bana kol koyuyorsunuz birlikte. Dada, men keldim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sen Vendada nima ish qilding? Shahnozni jig'iltibsan-ku. U sana shundoq dedimi? Mening qanday bilishim bilan sen chatgan bo'lsin. Sen taq shirkatga bir qizni ekiribsan. Ayta. Bu qiz zodi kim? Mening Vandaga berishim o'zimning do'stiga yordam berish uchun. Shahnozning nimishga u yerga berib juda qildiganligini men bilmadim. Yana kelib, men shirkatga kirgizgan u qiz intayin oq ko'ngil, astoydil qiz. U bu xizmatga ehtiyojli. Bizning shirkatmi shundoq astoydil xizmatchiga muhtoj. Shunga uni shirkatga kirgizdim. Alam, shirkatga kimni ekirishim bilan mening chatlig'im yo'q. Lekin Shahnoz bilan munosabatingni yaxshilaysan. Bo'libmi? Ikki shirkat hamkorlashayotgan mushundaq paytda. Sen o'chig'ini deb qo'yay. Oxir menga kelin bo'ladigan qiz yanilam Shahnoz. Dada, sen yana o'z manfaatingni o'ylayapsan? Nimishga meni o'ylab qo'ymaysan? Qachon qarasa foyda manfaatli degan. Mening taqatim to'shdi. Men seni hozirdan berib uning bilan to'y qil deganim yo'q. Munosabatingni yaxshila da'vatman. Qag'in o'zing o'ylab chiqqin nima bo'lam? Undaqda uning shirkatga kirishiga qo'shildingmi? Sen qo'shilsang-da. Bular şu şirketin kayıt tüzümleri kullanılsın. Kanallarını ben orunlaştırılan zaten iş olmaz açayım. Hazır Ahmet'in çıray mühimi mi? 好看是重要，问题是你得找一个高富帅的王子呀，不然灰姑娘变美女啊，想得美。 Ve adaş buldular, kim bizden adaş bulmasına fikir işimiz var. Vay. Nima ish qilyapsiz? Hozir ishdan tushdim. Ishga tushgan birinchi kundagi ta'sirotingiz qandayroq? Bugun shu xizmat muhiti, andan keyin xizmatdoshlarim bilan tunishib chiqdim. Bular bak yaxshi ekan. Rahmat sizga.
yana tuzitqiyotamsiz. Sizni past saqlayapman, tezroq tushing. Ma'qul. Sen bir gülüp baksan gayrili Bildiğimni gülge uğraysan Becirli aç gözümge kara Niçin aşıksız dep soraysan Bulbul aşık gülün üstüne Nur işkida küyer pervane Muhabbetin soğanları gör Bu yürekte bir sen igane Sana aşık ben Tabiligim için Sana aşık ben Sabiligim için Sana aşık ben Külürüm bir sen için Sana aşık ben Sana aşık ben Sizni uchirtishdan burun o'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Sizni uchratgan shu kundan boshlab o'zimni qaytadan tepib oldim. Shundan keyin xiyolimdan neri bo'lib boqmadingiz. Men rostdan sizni yaxshi ko'raman. Menga ma'qul bo'ling. Mening qiz do'stim bo'lishni xohlamsiz. Biz yuraylik. Ma'qulmi? Simsim yağmur yağdı şirin Xushbo'ydi asletib seni Men kuylayman yuragim bilan Sana atab yozgan kuyimni Bulbul aşık gülün üstüne Nur işkida küyer pervane Muhabbetin sualleri gör Bu yürekte bir sen igane Sana aşık ben Sabiligim için Sana aşık ben Sabiligim için Sana aşık ben Külürüm bir sen için Sana aşık ben Sana aşık ben Sana aşık ben Sabiligim
Voy qizim nima bo'ldi? Sizni kim buzoq qildi? Sotmasizlar ha? Rafael kızını şirket kapırıp arlaştırıptı. Voy shunda qilibdimi? Men uni dadasiga telefon qilib hozir ishni tafsilotini bilib, uningdagi sizga men iliq javobini beraymi bolam? Mana ikkisi o'rin almashib qolibdi. Mana xato kirgizibsiz. Mana bilan mana o'rin almashib qolibdi. Men qaytadan kirgizasiz bo'ldek. Dilbar, Ol dedi. mana ishlaydigan ratlating. Ma'qul. Parat kapkan. Ben ko'chib chiqay. Ma'qul. Aras, Ol. men kekcha ratlab qilmoqchiman. Ma'qul bo'ldi. Mana sirat deydi. Ma'qul. Sal turib og'il keling ya. Yaxshimi? Sen ensirme deb o'g'ling Rafailchu u qizni shirkatga olib ishlatib bo'pti. Men qandaq ensirmay tura olayman? Farhat, aldırmay turmamsan. Gapimni angla. O'g'lim Rafael o qizni elib ketgan. O'g'limning johilligini sen bilsan. Men qarshi tarafning hujumini kechiktirish taktikasini qo'llangach, vaziyat aniq tunutib qo'yay degan. Bu qizga oilaning cho'ng farqini tunutib, o'zligini voz kechgizay degan. Gapning asosi bor. Lekin o'g'limning mijozi shundaqda deb qizimni qiynaversan bo'lmaydi-da. Xotirjam bo'l. Bu ishni sen rozilig'ida qilib berman. Sen Shahnozga yaxshiroq tasalli berib qo'y. Qizimning g'ashg'ashligini bilsa, Shundaq. heliqib turining ishi qanday bo'lib ketdi? Ha, o turning ishi hukumat tarmoqlari tekshirib o'tadi. Yaqinda natijasi chiqadi. Xotirjam bo'l. Ha, rost. Tamoq otib qopti. Tamoq yegach paralsam da. Ha, bo'ldi, mashinaga chiqayli. Tamoq yegash paralsam. Yig'maydanmi chiqqandir aka? Bo'lmaydi. Qattiq ekan. Qattiq bo'ladi. Xudo anlashildi. Kon javobidan edib. O'zing qilganmi ya? Va munchida hozir Odambek jiqqa birdan turib chiqib juynasan burada. Biz bu munchi uchun o'ziga so'qoq suvda. Shu emasmi? Qolmas, yeng o'rnatdim sizga. So'ymanda gipongada kechiysa. Shundayman. Va birdan digisi va degan. Digina bir anglatdilar. Ha? Nimani deyman? Hamma ishni bilasizlar-ku. Shundaymi? Men faqat bilmaydi ekanman lekin. Anlagan o'zi ham o'xshamaydi. Digina? Rost gaplar. Nima bo'ldi, Digina? Filora dadamning shirkatiga ishga tushdi. Yomon ekanmi, va? Islog'inami? Keskin. Anda bo'lsa-da, kelaqdi buda. Chiqmamsa, ayrilmoqdan. Gap so'zingga diqqat qil, ha? Chaqchamni bag'in turib. U o'xshamaydi. Asal emas, adash. Bundan ko'proq o'rganinglar. Anda bo'lsa, bugün yajupa. Ya uning ustiga sen yangi muhabbet topmasang, sen nima qo'shallik qamda? Ağabeyinin muhabbeti şundama. Özüm muhabbeti. Endi bo'ldi, ha? O'ngib ketgandayam onunga vurdi mavili. Ya, o'ngib ketdi. Charchaq adash. Ya demasimi bir o'tirib kelsak bo'ldi. Vaqtim borda ekan. Qo'saq ichib ketdi. Men baramayman. Kechda Filora bilan tamoq yemoqchi bo'lgan. Bu hozir bizni unutib ketdinglar. Birdan gapinglarni olib ketdinglar. 40 yuzini bilamsa, bilsa. Ma'qul bu. Havas qilyapsizlar? Shamojido. Bu sening odating-ku. Sen muhabbatni tushunmaysan. Endi siz muncha tushma. Bo'ldilar, aldirayman. Mamamsa ma'nodimda o'tiraversan. Eri. O'tdan Champanda ketgan yaxshi shundami? Ayrim chog'inlar
Rostini desam, muhabbat degan go'zal bir tuyg'u ekan. Sen kulma. Sen muhabbatni tushunmaysan. Kulağını suya soğuk tıkmacımı. Ben çok hala. Hey. Hey. İşten tushadigan vaqt bo'ldi. Teshimi qop-qorong'i bo'lib ketibdi. Ha? Bo'ling'a, ishdan tushing'a. Men saqlab turaman, ishim tugadi dedi. Oo. Nima degan kasbchan qiz a? Bo'ldi, meni maqtab va menga amga qilishning ruxsati yo'q a. Ishim tugadi dedi, ankin bilan qaytamiz. Ma'qul. Amsa jimjit sizga qarab o'ltiray, ha? Dilber. Til öğrenmek lazım. Tuni gitsizlar, meni ustilimni retlaganman. Men fil o'ranlarni Siz bir ish qilsangiz, men xotirjam bo'laman. Siz menga ergishib kelayotgan bir necha yil yog'i qilchilik savallik sodir qilmay keldingiz. Lekin siz bilasiz, mening ishxonamga xohlagan odam kirib chiqadigan yer emas. Qanday odamlar kirsa bo'ladi, qanday odamlar kirsa bo'lmaydi. Bunu iliq bilishingiz kerak. Kechirim dedi. Tunikin ishxonamda bir to'xtam yutib ketdi. Siz yutirib o'tmagansiz a? Yaxshi lider, siz qaysi to'xtamda o'tganingizni bilmadim. Uning ustiga cho'zin ustidagi materiallarimni chiqilmadim. Mening narsalarimga chaqildingizmi, chaqilmadingizmi, chatig'im yo'q. Hozir narsa yo'qolib ketdi. 你好，我们是旅发委的。请坐。 我们今天来是因为你们之前申报的关于都市冲天生态旅游项目的计划书涉嫌抄袭他家，经自治区党委、自治区旅发委、自治区经信厅等联合批文，决定撤销你们此次项目的竞标权。你们前期的投入一律按违法违规处理，不予以赔偿损失。你们，这是我们之前调查过的，不会有错的。今天我们来就是正式的通知你们，这是我们的红头文件，你看一下。Lider chiqyapti. Mashinaga sol. Aldım. Ben hozir şirkatni oldida. Lider ko'zingizni yeching Lider. 快打120吧，赶紧。 120 meni qatnashmoqqa sezmaganda. Qitamchiq, menga ish chiqdi. Bo'la. Doktorlar, qarab boqaydi deydi. Chagita.